Agar bu qishloqqa ko'chib kelsangiz, 30 ming dollar berishadi. Albilien nomli Shveysariya qishlog'i Alp tog'larida joylashgan. Sehrli tabiat, tinchlik, top-toza havo. Oilangiz bilan mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Hattoki mol ham boqsangiz bo'ladi. Aholi kamayib ketgani sababli odamlarni jalb qilish uchun pul taklif qilishmoqda. Yolg'iz bitta shaxsga 30 ming dollar, har bir bola uchun esa 12 ming dollar. Men ikkita bolam bilan boradigan bo'lsam 84 ming dollar bo'lar ekan. Bu imkoniyatdan faqatgina 45 yoshdan yosh bo'lganlar foydalansa bo'ladi. Shveysariyada kamida 10 yil yashashga tayyor bo'lib, eng kamida 200 ming dollarlik uyni ishlab qurish kerak va undan tashqari esa yillik daromadingiz 60 ming dollar atrofida bo'lishi kerak. Ammo eng kam oylik ish haqi 3 ming dollardan 12 ming dollargacha tashkil qiladi. Nega bu qishloq bunday imkoniyatni yaratib bermoqda? Albilien juda ham go'zal qishloq, ammo yoshlar shaharga ko'chib ketmoqda. Maktablar, do'konlar yopilib ketmasligi uchun aholi sonini oshirish juda ham zarur. Shu sababdan shveysariyaliklar biz sizni qabul qilamiz. Pul beramiz, faqat kelinglar deyishyapti. Siz bu imkoniyatdan foydalangan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.